Papparam pam, bambaram bam. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazizbek. Anchagina tanaffusdan keyin mana qaytdik va bugungi mavzuyimiz RabbitMQ. Sizlarga juda qisqa vaqt ichida nazariy tomondan tushuntirib beraman. Ko'rishinglarni tavsiya qilaman va RabbitMQ nima? O'zi umuman nimaga kerak? Mana shu savollarni shu videoda qisqa bo'lishligi mumkin, lekin aniq, to'liq javob olasizlar va bundan keyingi videolarda amaliyotga o'tib boshlaymiz. Bu juda ham katta mavzu, juda ham katta emas. Buni orqasidan juda ham ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Qani bo'lmasam cho'zib o'tirmaymiz, boshlasak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bizda prezentatsiya bor. Mana avtor Azizdev Fall, Message Broker, xabar sayohati. Bitta xabar prodyuserdan chiqib, konsumerga yetguncha qayerdan o'tadi, har bir qadamni jonli kuzatamiz. Ya'ni sizlar bilan nazariyani, ya'ni RabbitMQ qanaqa ishlashligini vizual tasavvurga ega bo'lgan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. RabbitMQ nima o'zi? Ko'pchilik aytadi, Rabbit quyon degani biza bugun bo'ri bo'lamiz. Bu dastur bir-biriga xabar uzatib turishi uchun ishlatiladigan alohida vosita, ya'ni texnologiya desak ham bo'ladi. Inglizcha nomi Message Broker, xabar broker. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, ilova A bor va ilova B bor. Buni tushunishinglar uchun mikroservis qilib tushunsak ham bo'ladi. Bitta mikroservisingiz bor deylik, order service, ikkinchisi masalan notification service, payment service, ya'ni umuman ilova A order service, bu payment service. Bu nima qiladi? Ilova A ilova B ga RabbitMQ orqali ma'lumot uzatadi. Mana RabbitMQ o'rtada vositachi, ya'ni A ilovadan B ilovaga ma'lumotni yetkazib beradi. Saqlaydi va yetkazib beradi. Ishonchli yetkazib beradi. Buni hali ko'ramiz qanaqa yetkazib berishini. Mana ilovalar bir-birini to'g'ri chaqirmaydi. Ya'ni ilova A, ilova B borligini va u nimaligini ham bilmaydi. Shunchaki xabarni RabbitMQ ga ishonadi. Xabarni RabbitMQ ga topshiradi, u esa saqlaydi va kerakli tomonga yetkazadi. Easy. Shu sababli tomonlar bir-birini kutmaydi va bir-biriga bog'lanib qolmaydi. Ya'ni bu joyda abstraksiya paydo bo'ladi. Ilova A ilova B ni bilmaydi, B esa A ni bilmaydi. Xo'sh, nega kerak o'zi? Ilovalar bir-birini to'g'ridan-to'g'ri chaqirsa ham ishlaydi-ku. Ya'ni mana bu holatimizda o'rtaga RabbitMQ siz ana to'g'ri B ga uzatsak nima bo'ladi? RabbitMQ ni nima keragi bor deydigan bo'lsak. Ilovalar bir-birini to'g'ridan-to'g'ri chaqirsa ham ishlaydi-ku. Broker 4 ta asosiy muammoni hal qilgani uchun kerak. 1. Tez javob. Og'ir ish fonda bajariladi, ya'ni message brokerga beramiz, prodyuser kutmaydi, ya'ni bu holatimizda ilova A B ni kutib o'tirmaydi. U nima javob beradi, nima qilishini kutib o'tirmaydi. Shunchaki RabbitMQ ga beradi, bo'ldi. Undan keyingi yo'qolmaydi. Xabar RabbitMQ da yo'qolib qolmaydi agar siz to'g'ri yo'nalishda qilsangiz. Konsumer yiqilsa ham queue'da saqlanadi, keyin qayta ishlanadi. Uchinchisi bu yukka bardosh, ya'ni bosimga bardoshli. RabbitMQ bosimga bardoshli. To'satdan ko'p so'rov kelib qolsa, bu buferlaydi, tizim yiqilmaydi. Bog'liqlik emas, ya'ni xizmatlar bir-birini bilmaydi. Ya'ni sizda ko'plab kichik-kichik servislaringiz, mikroservislaringiz bo'lishi mumkin va ular bir-biridan bexabar holatda ishlaydi. Uni har bir mikroservisning o'zi vazifasi unga kelgan xabarni ishlab chiqib va qayergadir yuborish. Lekin u qayerga yuborishini bilmaydi. Ya'ni abstraksiya bo'ladi. Aniq yuboradigan joyi bor, masalan, RabbitMQ bor. RabbitMQ ga qaysidir exchange ga yuboradi, bo'ldi. U qo'ygani bilan ishi yo'q. Va qayerdan kelishini ham bilmaydi. Masalan, unga A mikroservisi yuboryaptimi, B servisi yuboryaptimi, C servisi yuboryaptimi, uni bilmaydi. Unga shunchaki xabar keladi. Bog'liqlik bir-biridan uziladi va bitta servis o'chib qolsa ham boshqa servislarimiz ishlaydi degani. Endi to'g'ridan-to'g'ri chaqirish yoki broker orqali bu narsani ko'ramiz. Qaranglar. To'g'ridan-to'g'ri qanday bo'ladi? Yuboruvchi javobni kutadi. Buyurtma xizmat email masalan. Emailga xat yuborish kerak, SMS ga yoki skladni o'zi ketma-ket chaqiradi. Ya'ni A servis B servisga to'g'ridan-to'g'ri yuborgandan keyin bularni nima qiladi? Yuborib chiqish kerak. Har birdaniga deylik, buyurtma yaratilgani ko'p narsa bo'ladi. Masalan, notification servis ishlashi mumkin, notifikatsiya yuborish mumkin. Masalan, buyurtma yaratildi, bo'ldi.
notifikatsiya yuborish uchun qayergadir murojaat qiladi, to'lovni amalga oshirish uchun qayergadir murojaat qiladi, logga yozish uchun qayergadir murojaat qiladi. Ko'rasizlar, 3 ta joyga yuborish kerak. To'g'ridan to'g'ri qiladigan bo'lsa, 3 ta servisga alohidadan yuborish kerak. Broker orqali qiladigan bo'lsak, xabarni tashlab ketaveradi. Ya'ni bitta joyga tashiydi, bo'ldi, qolgan uchalasi o'sha joydan o'ziga keraklisini yechib oladi. Xizmat bitta xabar yuboradi, kimga, qachon yetishini bilmaydi. Ko'rasizlar, uni yetkazish RabbitMQ ning zimmasida. Ya'ni RabbitMQ bu joyda pochtalon kabi harakat qiladi. Unga xatni berasiz, bo'ldi, manzilini berasiz, u qachon olib boradi, qanday olib boradi, ishingiz yo'q. Shuni berdingiz, bo'ldi, pochtalon o'zi boradi. Xo'sh, o'sha xabar broker ichida aynan qayerdan o'tadi? Keling, bitta xabarni kuzatamiz. Qaranglar. Prodyuser bilan consumer tushunchalari bor. Prodyuser bu o'sha xabarni beruvchi, ya'ni yuboruvchi servis, consumer uni qabul qiluvchi. Sayohatda kimlar bor? Mana umumiy ko'radigan bo'lsak, qaranglar. Prodyuser bor, exchange bor, queue bor, consumer bor. Xo'p, prodyuser kim? Xabar yuboruvchi dastur. Okey, tushunarli. Exchange nima? Xabarni to'g'ridan to'g'ri queue'ga yo'naltiradi. Bu uje exchange RabbitMQ ning ichida. Queue nima? Xabar navbatda kutiladigan joy. Bu ham RabbitMQ ning ichida. RabbitMQ ning queue'si. Va consumer nima deydigan bo'lsak, xabarni olib, ishni bajaruvchi. Ya'ni prodyuser bunga topshiradi, bu olib routing key bilan bunga topshiradi, queue'da osilib turadi, consumer kelib xabarni olib, qayta ishlab o'zi davom ettirib ketaveradi. Endi bitta xabar shu to'rttasi orasidan qanday o'tishini kuzatamiz. Kelinglar. O'zi prodyuser mana qisqacha. Prodyuser xabarni yaratib yuboruvchi tomon, ya'ni bu sizning ilovangizni bir qismi. Masalan, A servisiz buyurtma yaraldi deb qayerga yetadi? B servisga yetishi kerak. Mana prodyuser order created deb aytadi. Ya'ni buyurtma yaratildi deb exchange ga berdi. Bo'ldi. Prodyuser ishi tugadi. U shunchaki RabbitMQ topshirdi. Exchange bu RabbitMQ ichida, tushunishingiz uchun. Undan keyin mana xabar va unga routing key manzil yorlig'ini tayyorlaydi. Mana qayerga borishligini aytadi. Uni exchange ga publish qiladi. Exchange ichida bu routing key manzili deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni borish kerak bo'lgan manzil. Uni kim qabul qilishini bilmaydi, lekin manzilini biladi. Publish qiladi. Queue'ga to'g'ridan to'g'ri queue'ga emas, exchange ga. Mana exchange ga routing key bilan. Buni ham hozir bu yoqda vizual effektlar bor, bemalol ko'rsak bo'ladi. Yuborilgach javobni kutmaydi, ishni davom ettiradi. Masalan, prodyuser oldi, xatni tasavvur qiling, xatni oldi, manzilni yozdi, bo'ldi. Pochtalonga berib yubordi. U yo'q bilan ish yo'q. Exchange nima? Xabarni qabul qilib, qaysi queue'ga borishini hal qiladi. Xabarni o'ziga saqlaydi. Saqlamaydi. Ya'ni exchange bu yo'naltiruvchi. Shunchaki qaraydi, masalan, bu pochtalonni ham deylik, o'zini boshqaruvchilari bor. Manzilni qaraydi, xatga bo'ldi, o'sha yerga davay olib bor. Qaraydi, xatga qaraydi, manzil qayerga? Masalan, Buxoro viloyatiga desak, Buxoro viloyatiga qaysi pochtasi yuradi? Men ol. Buxoroga. Shunaqa bo'lib beradi shunchaki. Mana ko'rasizlar, 3 ta. Exchange bor, key teng order created ko'rasizlar. 3 ta bizda queue'larimizda bor. Email, SMS report. Bu yerda mana buni bergan edi. Bundan oldingi holatda qaranglar mana. Order created bergani uchun exchange ga kelib tushdi, exchange qaradi, qaysi order created bilan qaysi queue shug'ullanadi? Email. Bo'ldi. Mana shunga beradi. Ko'ringlarmi? Agar payment done bo'lsa, mana bunga beradi. Mana routing key xabar ustidagi yorliq prodyuser qo'ygan, ya'ni prodyuser manzilni yozgan, pochtalonga bergan. Binding queue'ni exchange ga ulaydigan qoida. Bularni hali tushunamiz. Hozircha queue bilan routing keyni binding qilinadi, ya'ni manzil beriladi deb tushunib tursak bo'ladi. Ikkovini solishtiradi, mos queue'ga yo'naltiradi mana. Order created mana shunga mos bo'lgani uchun email queue'ga berdi. Nu ketdik. Exchange necha xil saqlaydi? Exchange'da turlari bor, 4 xil turi bor. Direct, fanout, topic va headers. Direct nima qiladi? Key binding bilan aynan teng bo'lsa ishlaydi. Ya'ni har bir exchange bu turlar. Exchange ga nom berishingiz mumkin. Qanaqadir orders exchange va ichida type'ini tanlaysiz bu RabbitMQ da. Direct bo'lsa, key 100% to'g'ri kelsa mana order created to'g'ri kelgani uchun shunga yuboradi.
fan out, ya'ni siz exchange yaratganda type'ini fan out qiladigan bo'lsangiz, keyga qaramaydi, hammasiga yuboradi. Tasavvur qiling mana. Order create uchun siz xabar yubordingiz. Mana bu exchange type fan out bo'lsa, mana bu keylar uje rol o'ynamaydi. Bu yerda uchalasiga birdan yuboradi. Keyga qarab o'tirmasdan nechta queue'si bor bo'lsa, o'shalarga birdaniga yuborib yuboradi. Bularni ham hozircha qisqacha tushunamiz, keyin chuqurroq tushunamiz. Topic bu juda ham zo'r. Ko'pincha topic ishlatiladi. Bu shablon asosida. Masalan, mana bu yulduzcha qo'ysangiz bitta so'zni, mana buni olsangiz, bundan keyingi barcha so'zga murojaat qilgan bo'ladi. Bu qanday ishlaydi? Masalan, order nuqta yulduzcha qilib yuborsangiz yoki mana bu joyda order nuqta yulduzcha bor bo'ladigan bo'lsa va created ga to'g'ri kelsa, order nuqta yulduzcha bo'lgani uchun u ham qabul qilib oladi. Ya'ni o'zidan keyingi prefiksni bitta so'zni qabul qilib oladi. Order nuqta yulduzcha degani order nuqta masalan created yoki updated, ya'ni nuqtadan keyin bitta so'zlikni hammasiga to'g'ri tushadi degani. Buni ham to'liq ko'rsangiz bo'ladi. Amaliyotda sizlarga to'liq ko'rsataman. Hozircha tushuninglar, order nuqta yulduzcha bu nuqtadan keyin bitta so'zga to'g'ri kelsa oladi. Order nuqta panjara, nuqtadan keyin panjarami bo'ldi. Order nuqta nimadir kelsa ham hamma queue'lar binding hisobida kirib ketadi. Headerlar esa bu mana bunaqa binding keylar bilan emas, headerdagi mana shu type'larga qarab bo'linadi. Masalan, type pdf bo'lsa queue'da, exchange type pdf kelsa faqat o'sha type'dagi queue'ga beradi. Xo'p, queue tushunchamiz bor. Xabarlar navbat bo'lib turadigan joy. Birinchi kirgan, birinchi chiqadi, ya'ni FIFO. Bu yerda mana consumer, ya'ni bizda queue tushunchasi o'zi backendda bor. U joyda masalan backgroundda ishlash uchun nima deydi, vazifalar tashlanadi va uni nima qiladi? Runner olib uni bajarardi bitta-bitta. Consumer ham xuddi shunaqa ishlaydi. U ham run bo'lib turadi prosesda. Ulanadi queue'ga consumer va kelib tushgan barcha vazifalarni bitta-bitta olib, masalan bitta consumer bittasini oladi, ishlab bo'lgandan keyin ikkinchisini oladi, uchinchisini oladi, to'rtinchisini olib ishlab ketadi. Bu ham parallel ishlashligi mumkin. Consumer boshlaguncha xabarni saqlaydi. Ya'ni queue dagi xabar consumer uni olib bajarmaguncha saqlanadi. Endi buni saqlanmasligi ham mumkin. Qanaqadir server o'chib yonsa, restart bo'lsa, bularni ham amaliyotda ko'ramiz. Durable bo'lsa, broker restartdan ham yo'qolmaydi. Ya'ni xabar durable bo'lsa, nima bo'ladi? Broker restart bo'lsa ham xabar yo'qolmaydi. Consumer sekin bo'lsa, navbat uzayadi, ogohlantiruvchi signal. Ya'ni consumer bitta o'zi har bir xabarni protsessi og'ir bo'lsa, masalan, daqiqalab ishlashligi mumkin, to'g'rimi? Bitta consumer protsessi kamlik qilishi mumkin. Siz parallelni 5-6 ta qo'yib qo'yishingiz mumkin. Endi consumer tushunchasi queue'dagi xabarni olib ishni bajaruvchi tomon. Mana queue'dan xabarni oladi, ek qiladi. Ek degani bajardim degani. Consumerga masalan yangi buyurtma kelib tushdi, consumer uni oldi. Bu ikkinchi B services consumer bo'ladi. Tasavvur qilishingiz uchun yangi buyurtma haqida xabar oldi. Nima bajaradi? U qanaqa proseslarni bajarish kerak bo'lsa, hammasini bajaradi. To'g'ri bo'lsa, ek qiladi va queue'dan xabarni o'chirib tashlaydi. Xabarni oladi va bajaradi, emailga jo'natadi, hisob yangilaydi va hokazo. Tugagach ek yuboradi, xabar queue'dan o'chib ketadi. Qulasa va ek bermasa xabar qaytadi, boshqa consumer oladi, yo'qolmaydi. Ya'ni xabar bu joyda ishonchli yo'qolib qolmaydi. Mana endi sizlar bilan mana vizual ko'rinishiga ko'rsak bo'ladi. Qaranglar, 0 dan xabar sayohati. 0 prodyuser xabarni tayyorladi, hali hech qayerga yubormagan. Mana xabar deylik yangi buyurtma yaralishlik haqidagi ma'lumot prodyuserga kelib tushdi. Prodyuser sizni A servisiz, masalan, boshqaruvchi servis bu joyga kelib tushadi ma'lumotlar. U ma'lumotni kerakli servislarga bo'ladi. Masalan, buyurtmaga aloqador order servisga yoki nima deydi, qaytarish bo'lsa, qaydandir qaytarish servisingizga shunaqa to'g'ri bo'linadi. Ketdik. Oldi, birinchi actionga o'tdik. Xabar routingga yopishtiriladi. Ya'ni bosh mikroservisdagi boshidagi servisiz bo'lsa, asosiy servisiz ma'lumot keldi, qarasa buyurtma yaratish kerak. Okay, routingga qo'yadi, order created degan. Bu xabarni manzil yorlig'i. Uni RabbitMQ ga uzatadi. Mana exchange ga berdi. Mana shu exchange ga mana shu routing key bilan dedi. Xabarni to'g'ridan to'g'ri mana ko'rasizlar, producer bor, queue'lar bor, ko'rasizlar. 3 ta queue'imiz bor: email queue, SMS queue, report queue. O'rtada bitta exchange'imiz bor.
Prodyuser to'g'ridan-to'g'ri kelib, nima qilmaydi? Mana buni o'rniga mana bu queue'ga murojaat qilmaydi. Bizga to'g'ri ishlatilsa shunaqa. Prodyuser to'g'ri yo'l bilan qilmoqchi bo'lsanglar, hech qachon queue'ga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot yubormaydi. O'rtada exchange bilan yuboradi. Sababi bitta xabar yuborish orqali kerakli barcha queue'larga yuborishligi mumkin. Mana. U prodyuser exchange'ga uzatadi, order create etadi. Endi exchange xabarni taqsimlaydi. Mana qaysinga yuborish kerak? Ko'rasizlar, order created degan xabar keldi bunga. Bunda qaysi queue borki, order created yorlig'i yopishtirilgan. Masalan, pochtalinga bordim, menda qo'limda xat bor, manzil Buxoro. Keldim, pochtaga berdim, xat bor, manzil Buxoro dedim. Endi bu pochtani deylik ofisi qaraydi, Buxoroga qaysi bizni nima deydi, pochtalyonimiz yuradi. Qaradi, email pochtalyon yurar ekan. Bo'ldi, senga beraman deydi. Chunki mana buni vazifasi bu boshqa viloyatga yuradi. Samarqandga, Qashqadaryoga yursin bu mayli. Bu Buxoroga. Demak, aynan bu Buxoroga degani uchun Buxoro bilan shug'ullanadigan pochtalyonga beriladi. O'sha narsani exchange hal qiladi. Ya'ni qaysi xabar qaysi queue'ga borishini. Bo'ldi, bu o'zida xabar saqlamaydi. Bu o'zi tez bo'ladigan jarayon, prodyuser bunga beradi, bu taqsimlab beradi. Ketdik. Mana exchange 3-action exchange routing keyni har queue'ning binding kaliti bilan solishtiradi. Binding kaliti mana. Order created ekan buniki payment done, buniki report daily. Ko'rasizlar? Bu hozir order created teng order created email queue'ga mos keldi. Ko'rasizlar? Mana yo'li shunda. Ketdik. Email queue'ga ma'lumot kelib tushdi. To'g'ri, mana 4-action email queue'ga tushadi va consumer bo'shaguncha shu yerda kutadi. Consumer bo'shash degani bitta consumeringiz bor. U xabarlarni donalab olib ishlayotadi. Ya'ni hozir u band bo'lishi mumkin. Boshqa xabar ishlayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shu yerga xabar kelib tushadi. Ketdik, undan keyingi action. Bo'ldi. Consumer nima qiladi? Queue'ni eshitib turadi doimiy, ya'ni u yerda nima deydi? Queue'ga xabar keldimi, yo'qmi doimiy eshitib turadi. Yangi xabar kelganda o'zi bo'sh bo'lsa borib olib o'shaning ustida amal bajaradi. Bo'ldi, ketdi. Consumer xabarni queue'dan oladi va ishni bajaradi. Tasavvur qilishingiz uchun har bir queue'ni o'zini consumerlari bo'ladi. Mana bunda ham bo'ladi, bunda ham bo'ladi. Xolasa bitta bo'ladi. Bu mantiqqa qarab xohlasangiz bitta queue'da o'nlab, yuzlab sizning consumeringiz bo'lishi mumkin. Bir vaqtda o'zida 10 ta parallelni ishlaydi. 5 consumer xabarni queue'dan oladi va ishni bajaradi. Mana emailga yuboradi. Email queue'ga ko'rdinglar? Ketdi. Bajarib bo'lgandan keyin mana 6-action consumer ek yuboradi. Xabar queue'dan o'chadi. Sayohat shu yerda to'xtaydi. Mana ko'rdinglar? A servisimiz B servisga borguncha mana shuncha jarayon bo'ladi. Ya'ni RabbitMQ mana bu exchange bilan queue o'rtasida aralashadi va consumerga aralashadi. Consumer ham RabbitMQ ta'minlab beradi. RabbitMQ ga connection qilganinglarda u to'g'ri taqsimlab beradi. Ya'ni deylik, birdan 1000 ta consumeringiz bo'lsa, har biriga xabarni o'zi consumerni nima deydi? RabbitMQni o'zi ta'minlab beradi. Qanchadan qaysi biriga qanaqa nima deydi? Xabar berishni. Ketdik. Endi mana o'sha tushuncha, bitta queue ko'p consumer bo'lishi mumkin. Yuk ochsa consumer qo'shasiz. RabbitMQ xabarlarni ular orasida navbatma-navbat taqsimlaydi. Ish parallel bajariladi, kod o'zgarmaydi. Bittasi qolsa, uni ishini boshqasi bajaradi. Tushunishingiz uchun ana bitta email queue'da deylik sizlarda bosim ko'p bo'lishi mumkin. Deylik kuniga 1000 ta deylik kunigami, soatigami buyurtma yaratilsa, u 1000 ta queue'ga xabar boradi degani. Sizda bitta consumer bo'lsa, u 1000 marta ishlash kerak. Bittasini ustida amal bajaradi. Qolgan 999 tasi kutib turadi uni. O'shaning uchun siz parallelni 10 ta qilsangiz, bir deganda 10 tasi bittadan olib ishlaydi. O'zi taqsimlab beradi. 4 tadanmi, 3 tadanmi taqsimlab beradi. Ya'ni bo'shadi, bo'ldi, boshqasini olib ishlayveradi. 10 tasi parallelni ishlaydi. Bu queue tushunchasida bor, bilamiz. Queue'lar ham o'zi shunaqa ishlaydi. RabbitMQniki ham shunaqa ishlaydi. Bu yerdagi farq RabbitMQ o'zi bo'lib beradi. Mana bir bilan birini ishlaydi, bu ikkini ishlaydi, ko'rasizlar. U paytda bo'ldi, bir bilan ikkinchi xabarlar band. Bu keyin 3 ga o'tadi. Bu birinchi bo'lsa 3 ga o'tadi, bu 4 ga o'tadi. Mana shu tartibda ketaveradi. Ikkita queue bo'lsa shunaqa. Birinchisi birini ishlaydi, ikkinchisi ikkini ishlaydi. Bo'ldi. Bu bitiradimi, uchinchisini oladi, bu to'rtinchi navbatma-navbat olib ketaveradi. Mana shunaqa. Kim birinchi bo'shasa, masalan, bu tezroq bo'shab qolsa, uni oladi. Yana bo'shasa ketaveradi bitta o'zi. Mana bu og'irroq bo'lib qolsa.
Mana shu tartibda ishlaydi. Ish parallel bajariladi. Masalan, sizni parallel osilib qolsa deylik, birdan zakazlar ko'payib ketsa, sizni muammoyingiz yo'q. Sizni qiladigan ishingiz shunchaki konsumerni ko'paytirish. Buni ham oddiy terminalda ko'paytirib qo'yishingiz mumkin. Deylik, supervisor bor, u yerda protsess bo'ladi. Protsess 10 ta edi, 20 ta qilib qo'ysangiz bo'ldi. Birdaniga 20 ta konsumer ishlaydi. Agar serveringiz yaxshi bo'lsa, sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hamma narsani RabbitMQ ta'minlab bergan. Xabar yo'li bir qatorda. Ketdik. Prodyuser xabarni routing key bilan qo'yib boradi. Exchange'ga keyin binding bilan solishtiradi exchange'imizni. Moskuviga tushadi va konsumerni kutadi va konsumer oladi va ishni bajaradi. Natija ajratilgan ishonchli kengayadigan tizim, ya'ni scalable, ya'ni kengayadigan tizim bo'ladi. Ertaga xabar ko'paysa siz kod yozmaysiz, shunchaki konsumer sonini oshirasiz va u ham yetmasa keyin boshqa yechim qilishingiz mumkin. Xo'sh, mana shu bizni RabbitMQ'imiz qisqacha nechta daqiqa? 20 minut bo'libdi. Va menda keyingi dars uchun, amaliyot uchun har bir qismi hozir biz nazariyada tushunib o'tib ketdik, lekin bu joyda did letter queue degan narsa bor. Ya'ni queue bajarilmasa nima bo'ladi, qayerga tushadi, osilib qolsa nima bo'ladi? Juda ham ko'p narsalar bor. Mana bu joyda demoni ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarga qisqacha ko'rsataman. Pastda kodi ham bor hatto. Mana qaranglar. Direct qilamiz. Bizda 4 xil turi bor edi: fanout, direct va topic degan. Bitta xabar yuborib ko'ramiz. Kelinglar. Tezligini pasaytirib ovoz bilan qo'shamiz. Web appga masalan 3 ta servisimiz bor. Mana bular boshqa bizning servislarimiz. Web appga xabar yuboramiz. Okay, mana. U yerda nima bo'ldi? Qaranglar. Direct bo'lgani uchun bizni exchange routing keyimiz mana bu narsaga xabar yubordik. Mana. Order created keldi. Buni eshitib turadigan bitta konsumerimiz bor. U email servisida queue'ga ulangan holatda yangi xabar kelishi bilan olib bajarishni boshladi. Mana shu tartibda ishlaydi. Deylik mana. Order created 1 qiladigan bo'lsam qaranglar. Exchange'ga keldi. Did letter queue'ga tushib ketdi. Nimaga? Nimaga? Chunki mana bunga mos keladigan binding key yo'q edi. Qaranglar, bunga ulangan barcha queue'larni qaranglar. Mana order created, order yulduzcha yoki panjara. Ko'rasizlar? Ishlamadi. Direct bo'lgani uchun directda ya'ni routing key, queue'dagi routing key bilan birda bir 100 ga 100 bir xil bo'lishi kerak. Agar biz buni topic qiladigan bo'lsak, endi ko'ramiz, qaranglar. Bu yerda natija juda ham boshqacha. Nimaga? Qaranglar. Topicda aytilganki, bu yerda yulduzcha va panjara prefixlari ishlaydi. Prefix desak mana to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Qaranglar, mana bu yulduzcha bo'lgani uchun order nuqta nimadir so'z bo'lsa ham qabul qiladi degan. Order nuqta nimadir so'z bor edi, o'shaning uchun qabul qildi. Mana bu panjara bo'lgani uchun bunga istalgan xabar yuborsangiz keladi degani. Masalan, umuman order bo'lmasin, ya'ni boshqa narsa. Payment qilib yuboramiz. Kelinglar. Mana ko'rgan bo'lsanglar, faqat endi audit logga bordi, ya'ni audit queue'ga bordi. Bu nima degani? Istalgan so'zni qabul qiladi bu panjara. Lekin mana bu yulduzcha degani order nuqta nimadir so'z bo'lsa qabul qiladi. Mana. Order nuqta payment deylik. Ko'rdinglar, endi ikkalasiga ham ketdi. Sababi orderdan keyin nuqtadan keyingi bitta so'z bor. Lekin yana bitta nuqtadan keyin xabar yuborsak, bular eventga o'xshab ishlaydi. Ko'rasizlar? Faqat panjaraga ketdi. Nimaga? Chunki yulduzcha faqat nuqtadan keyin bitta so'zlik nima deydi? Xabarlarni qabul qiladi. Eventlarni qabul qiladi deb tushunsanglar bo'ladi. Mana. Bu narsa sizlarga shunchaki ko'rsatib ketdim. Keyingi darslarda mana shu asosida to'liq ko'rsak bo'ladi. Ko'rasizlar, funksiyalar juda ham ko'p. Ishlovda xato bo'lsa nima bo'ladi? Poison xabar bo'lsa nima bo'ladi? Persistence xabar yoniq bo'lsa nima bo'ladi? Yoniq bo'lmasa nima bo'ladi?
hamma narsa, judayam ko'p narsalar bor va buni amalda ham ko'rishimiz kerak. Bu videoda aktiv judayam zo'r bo'lsa, men albatta keyingi videoni tezda chiqazaman. O'shaning uchun hoziroq like bosish kerak, obuna bo'lish kerak, kommentariy yozish kerak, aktivni ko'rsatish kerak. Mana judayam ko'p potensial bor. Mana ko'rib turibsizlar qanaqa narsa qilingan bu joyda. A, Judayam nima deydi, zo'r narsa qilganman. Nazariy tushuncha uchun, vizual tasavvur qilishingiz uchun judayam ko'p narsa bor bu yerda. RabbitMQ qanaqa ishlashligini va buni kod bilan birgalikda vizualizatsiyani birga qiladigan bo'lsak, siz bemalol RabbitMQ o'rganib olsangiz bo'ladi. Bu qiyin narsa emas, bu oson narsa. Siz RabbitMQ o'rgandingiz, undan keyin Kafkaga o'tasizmi, katta-katta mavzularni ham bemalol hazm qilib ketasiz. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling, like bosing. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlashingiz o'zi yetadi. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.